Hürmetli vatandaşım. Leksiyalarımız şu yerde ahırlaştı. Endilikte yani bir işe kız gep kılaydı. Bu da sözleydiğimiz endi nime deseniz, endi işki devlet. İşki devlet ya, keçirinler, yani bir leksiyam kaptı. Keçirinler vatandaşı, ben bir leksiyam kaptı. Allah Hudayım, yallah. Yallah. Endilik leksiyimiz bunda hürmetli vatandaşım, beni keçiriniz vatandaşım. Prezident Trump köp talqanğa erişti. Prezident Jungo'dan ayrılış bilen Jungo muhim siyaset elan kıldı. Mavzulu haber 11. ayının 10. günü İktisat Gazeti elan kılındı. Şu günü İktisat Gazeti, şu günü Velmi Gazeti köçürüp bastı haber. Mındak başlandı. Jungo Maliye Ministerliği 10. günü Jungo'da birleşmiş şirket kurup meblağ salgan organlarda chet el şirketlerinin 51%'lik pay çek hukuku ega boluşqa yol qo'ydiganligini jakarladi. Anladınız mı vatandaşım? Yani bir tekrarlayayım. Jungo Maliye Ministerliği 10. günü Jungo'da birleşmiş şirket kurup meblağ salgan organlarda chet el şirketlerinin 51%'lik pay çek hukukuga ega boluşqa yol qo'ydiganligini jakarladi. Dikkat edin. Bu dal Prezident Trump'ın Jungo'da ziyaret kılış ümidinin bir kısmıydı. Lekin Jungo Prezident Trump Jungo'dan ayrılgandan keyin bu siyasetini ilan kıldı. Lekin Prezident Trump bu işten habersiz idi. Demek bu qatim Prezident Trump tayyorlangan talqan intayin mol bo'ldi. Xitoycha bunu tüy deydiken, onun Uygurca tercümesi talqan degenge toğru keldiken, talqan degen Uygurlar seferge çıkkanda kazanda may bilen qo'rib, haltığı ele aldıgan bir yemeklik. Ben şunu talqan dep aldım. Endi bu yemeklikning mol bo'lishi amaliyat iqtisod va savdo ketyapti. Şuna obrazda alay dep Uyg'ur tili bilan talqan dep aldım. Bu işler gerçi Amerika pul muomalasi köp yıllardan beri muhim taleplerden biri bolsun mu? Biroq Prezident Trump Beijing ziyoratida bu ishni eg'izga olmagan edi. Hatta Amerika Davlat Mahkamasi ham bu ishdan xabarsiz edi. Aqsaray Prezident Trumpning Jungoni ziyorat qilishi to'g'risida e'lon qilgan 392 xatlik bayonotida bu to'g'rida eg'iz yerib bakmagan edi. Jungo chet el kapitalining Jungoda tang yerimdan oshgan paychak huquqiga ega bo'lishni izchil rad qilib kelgan. Jungo chet el kapitalining Jungoda tang yerimdan oshgan paychak huquqiga ega bo'lish huquqini izchil rad qilib kelgan. Diqqat etingizmi? Lekin mutaxassislar bunday ko'rsatdi. Jungoning bu qatimqi bu harakati chet el kapitalining Jungoga eqib kirishining bir muhim qadamidir. Amerika əməldarları bu işdən muhimligini ilacı var, suslaşdırdı. Bu iş chet el məbləğini cəlb qilishdən küçük bir qədimi deyişdi. Jungo üçün etqanlar. Lekin pul muamele mutaxassisləri bundaq deyişə qoşulmay, bu iş chet el bankalarının Jungodakı bazılarını küçəytişdən bir zor taraqqiyat ekanligini ta'kidləşdi. İşten avval Prezident Trump qo'rqtirmaganligi Jungoning ish qilishdagi izchil metodini aks ettirib berdi. Bu ish, ya'ni Prezident Trump bilan Xi Jinping munosabatining zada qandaq munosabat ekanligini oshkorlab berdi. Yaqindan beri Prezident Trump Xi Jinpingni maqtab kelgan to'g'a, shundan qartilayotgan gaplar. Prezident Trump safar ziyorat jarayonida Xi Jinping bilan munosabatining qandaq yaxshi munosabat ekanligini maqtab kelgan. Aqsarayda yordamchilarmi bu qatimqi Jungo ziyoratining ikki taraf munosabatini mustahkamlash ekanligini
ta'kidlagan. Yengish va yengilishni ta'kidlamagan. Ahvol haqiqatan shunday bo'ldi. Demak, bu suhbatda yo Jungo yengib oladi, yo Amerika yengib oladi deganni Oqsaroy ta'kidlagan emas. İxtiyoriy, tabiiy bo'lish kerak degan ma'no tug'andi. Lekin bu qatam amaliyat suhbat shunday bo'ldi. Xi Jinping shuning uchun bu ishni avval prezident Trampga oshkorlamadiki, bu ishni ishlash uncha o'ng'ay ish emas. Jungo bu sohani qachon echib bitadi? Munosabatli tafsilotlar ham oshkorlanmadi. Mayli Saudiya yoki Chavshan masalasida munosabatli tafsilotlar texi oshkorlanmadi. Balki kelgusida bu ish yana kayniga tortilishi mumkin. Undan boshqa Amerika bank sohasidagilarning Jungoga selishi, hatto intayin ehtiyot, bu Jungo mablag' selishi jihati intayin ehtiyotdan ish ko'rib, Amerikada pul muomala sohasi, ya'ni bank sohasidagilar Jungoga mablag' selishda intayin ehtiyotdan ish ko'rib, Jungoning qarzdan diqqat qiling. Bo'libmi, ko'langi bankalarning intayin zo'rligidan, Jungoda ko'langi bankalarning intayin zo'rligidan ansirganligini ko'rib turadi. Jungo tarafdan prezident Trampga aytib bermaganligining yana bir sababi Jungo Amerikaga yo'l qo'yayotgani yo'q. Faqat chet ellik mablag' solg'uvchilarni jalb qilib, Jungoga bevosita mablag' solishni qo'lga keltirish uchun qo'llangan harakatdir demoqchi bo'lganligida. Bu yana Jungo o'zidan Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor-ku, otdan tushsimi uzangidan tushmaydigan deydigan gap. Ajab keldi ya mana menga. Demak, bu Jungo Amerika yo'l qo'yayotgani yo'q deydi. Amaliyotda uni nima qilmoqchi? Chet el mablag'ini o'ziga jalb qilmoqchi bo'lib, shunday qilyapti dedi. Gapdan taktibi yada emas, vatandoshlar. Bu Amerikaga yo'l qo'yish. Amerikaga yo'l qo'yish. Jungoda navbatda FDI Baktuvan aloqador taraflar FDI'ni jalb qilish uchun texmi zo'r badal to'lashga to'g'ri keldi. Jungoning pul muomala sohasini echishga yo'l qo'yganligining yana bir sababi Jungo pul muomala sohasi nihoyat zo'rayib ketdi. Chet el kapitali Jungoning ichki kapitali bilan ancha o'ng'ayli raqobatlasholmaydi. Mishada bir jumla qo'yib qo'ya, chet el kapitali bilan Jungo Jungo kapitali bilan ancha raqobatlasholmaydi. Masalan, alayli agar Amerika banklari, Germaniya, Angliya banklari kelib Jungo tijorat qiladigan bo'lsa, men sizga savol qo'yib qo'yay, hurmatli vatandoshim, siz qarz olsangiz, avval yugurib berib qaysi bankdan qarz olasiz? Men ishonmanki, Germaniya, Angliya, Amerika banklaridan qarz olasiz. Xo'sh, unda siz tijorat qilib topgan foyda pul va so'mni, pulni amonat qo'ysangiz, qaysi banklarga kirib amonat qo'yarsiz vatandoshim? Mening hissiyotim bilan o'ylashmang, mening fikrim bilan o'ylashmang, mening kim ekanligim bilan o'ylashmang, o'zingizni sinab maydon qo'yib boqing. Agar bir davlatda Jungodak bir davlatda Amerika bankisi, Angliya bankisi, Germaniya bankisi tijorat qilyapti, ish bajaryapti. Demak, bu echib etildi, bu qo'yib etildi. Siz pul muomala jarayonini qaysi banklar bilan olib borasiz? Pulni kimdan qarz olasiz? Pulni qaysi bankga amonat qo'yasiz? Bu yerda xabar yozg'ichi Padaz zavodi nima deydi? Jungoning pul muomala sohasi zo'rayib ketdi. Chet el kapitali bu yerda raqobatlasholmaydi deydi. Marhamat apa. Prezident Trump hamda eng oxirida bir mavzuga diqqat qiling. New York vaqt gazeti e'lon qilingan xabar. Prezident Trump Beijingda zo'r to'xtam tuzdi. Lekin savdo urushi texi oldimizda. Mavzuli xabar 11-oyning 10-kuni New York vaqt gazetining Xitoy til to'r betida e'lon qilindi. Xabar mundaq deyildi. Prezident Trump Jungo bilan kelishgan 200 milliard 500 millionlik savdo kelishimi savdo urushi portlashni to'sib qolmaydi. Shundaq kelishim tuzdi 200 milliard dollarlik. Lekin bu ish Jungo ile Amerika o'rtasida portlaydigan savdo urushini to'sib qola olmaydi deydi. Vaqt topsak bu maqolani butun anlatamiz, lekin asosiy mazmuni mana shu. Hurmatli vatandoshlar.
200 milliard degan nima ekan? Bu yil 5-yil Prezident Trump Arabistonni ziyorat qilib, bir qatimda 100 milliard dollarlik sodini imzoladi, naqlashdi pulni. Ya'ni 3 yildan 5 yilgacha 300 milliard bilan 500 milliard dollarlik ishonchli savdo to'xtam kelishim imzoladi. 30 million nüfusi bor Arabiston 100 milliard dollarlik savdo tijorat tuzayotgan edi. Men ikkinchi iqtisod davlati, men 1 milliard nüfusim bor davlat deyotgan Jungodak davlat. Nima bu? 200 milliard dollarlik savdo degan. Shu savdo nima qilib Amerikaga biz manchilik ish kuni yaratib berdik deb bu osonla aqmaydi.